Eng xavfli jinsiy aloqa turi qaysiligini bilasizmi? Peroniy kasalligimi? Yoki tuqqan vaqtda qin yirtilishimi? Yo'q, adashasizlar. Eng xavfli jinsiy aloqa turi bu, erkaklar eshitib olinglar. Fohishalar bilan qilingan jinsiy aloqa. Siz prezervativ taqasizmi, taqmaysizmi? Baribir yo'qadi. Kim javob beradi sizga aloqa vaqtida avariya holat bo'lib prezervativ yirtilib ketmasligiga? Kim javob beradi? U sizni himoyachingiz ham 100% himoya qilib bera olmaydi. 70% maksimal 75% himoya qilib beradi. Tasavvur qiling, siz tavba qildim, vit yuqtir deysiz. Ertaga xotiningiz bilan qo'shilasiz. Xotiningizga ham o'tadi. Xotiningizning emizikli bolasi bo'lsa, emizgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi, bolangizga ham o'tadi. Shu kerakmi sizlarga? 15 minutlik kayfni deb o'zingni ham, oilangni ham xatarga tutma. Chunki sen erkaksan, sen himoyachisan.